Assalomu alaykum. Ravshan Uz kanalining obunachilari, chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Bugun hafta kunimizga juma 4 shu akamizni o'zlari olib kelganlar. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Necha oylik o'zisiz aka? 3 oylik a? 3 oylik bo'lgan qo'zi. Sog'liq qo'chqor? Sog'liq ekan. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasiga. 3-chi bolasiga, bolasi sog'liq, 3 oylik bo'lgan holatdagi qo'yimiz. Nech pul narx aytilyapti? 7 so'rayapsiz. 7 million so'm baho aytilyapti. Savdosi nech pul bo'ldi? 5,5. 5,5 million so'm. Mana akamizni o'zlari olib kelganlar. Sirdaryoning qo'y, a? Oldi fondan ham ko'rinishlarini olamiz mana. Qo'yimiz qari emas, endi 3 ta tuqqan. Endi qo'y bo'lgan holati, qo'zilikdan o'tib, qo'y bo'lgan holati mana. Tishini oching aka shu. Tishini oching, tishini ko'rsataylik-chi. Paspasini oching-da. Mana. Mana tishlari. Tishlariga tushunadigan akalarimizga mana bemalol telefon raqam qoldiramizmi? Uyda bormi shunaqa qo'ylar? Uyda bormi yana shu qo'ylardan? Sotiladigani. Telefon raqam qoldiramizmi? 95lik 95lik 313 313 0607 0607 raqamlarga qo'ng'iroq qilib shunaqa ona bola qo'ylar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shunaqa qo'ylarimizdan mana shu ukamiz boqar ekan. Like bosishsinmi obunachilarimiz? Like bosinglar deb qo'y. like bosing. Ha, sog' bo'linglar. Savdonglarga baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana navbatdagi qo'ylarimiz. Bo'g'ozmi bular yo ona bolami, tog'a? Ona bola bo'g'oz holatdagi qo'ylar, ha? Nech pul so'rayapsiz bo'g'ozlariga? Buni qanchaga? 33,5 ga sotdik. Bunisi sotilibdi 3,350 ming so'mga. Ona bola ha bu? Yo'q, bo'g'oz. Bo'g'oz qo'y ekan bu, bo'g'oz qo'y ekan, sotilibdi. Ona bola nech pul? Buni onasi bu juni olinmagani onasi ekan, bu bolasi ekan. Bolasi nima? 58 qildi mana. Bolasi qo'chqormi, sog'liqmi, tog'a? Bolasi qo'chqorcha ekan, 3 oylik a? 2,5-3 oylik. 2,5-3 oylik bo'lgani. Nech pul so'rayapsiz ona bolaga? 58 ga. Bozor 5 million 800 ming so'm qilyapti. O'zi nech pul so'rayapsiz, tog'a? 6,5 million so'm so'ralyapti ekan. 5 million 800 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan. Nechinchi bolasiga? 4-chi bolasiga ekan. Mana shu juni olinmagan qo'yimiz onasi, mana shu bolasi. Bu biriga nech pul so'rayapsiz? Bo'g'oz a bunisi? Yo'q, Bu bo'g'oz emas, qisir variant ha bu. Bunga nech pul so'rayapsiz? 4 million so'm so'rayapti. Bozor nech pul qildi? 32,5 savdosi bo'pti, berilmabdi. Tog'a savdozga baraka bersin, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana navbatdagi ona bola qo'y qo'zilarimiz. Bolasi qaysi biri tog'a buni? Qora bir, ha? Mana shu qorasi bolachasi ekan. Erkak qo'chqorcha ekan. Nech pul so'rayapsiz? 5,5. 5,5 million so'm. Birinchi bolasi yo'q, ha? Ikkinchisi. Ikkinchi bolasiga ekan 5,5 million so'm baho aytilyapti. Savdosi nech pul bo'ldi? 47-46. 4 million 700, 4 million 600 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan. Mana shu qo'zi. Necha oylik? Endi 1 oydan. 1 oylik bo'ldi, ha? 35-40 kunlik bo'lgan qo'zi ekan, qo'chqorcha. Telefon raqam qoldirasizmi? Uyda bormi yana shuni? Telefon raqam qoldirmas ekan akamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Savdongizga baraka bersin. Nima qilay? Men bunaqa bermasam, Bozorimizda juda ham ko'p. Qo'zlarga nech puldan so'ralyapti? Egasi kim ekan? Sotildi. Nech puldan sotildi? 11 million bo'ldi. 11 million so'm. 6tasi bir joyda,
11 million. 11 million so'm. Sayxinobod Geroydi qo'ylar. Sayxinobod, Geroydik. Sayxinobod Geroydi qo'ylar ekan. Mana akamiz o'zlari olib kelgan ekanlar. 250 ta qo'zi. Telefon raqam aytib yuboring aka. 97lik. 97lik 95 Shohruq akamiz ismlari Sirdaryo viloyati. Yuradi, shef. Nima taniydi aka? Sirdaryo viloyati Geroy Sayxinobod. Sayxinobod Geroydi qo'ylar ekan. Mana akamiz Shohruq akamiz olib kelgan ekanlar. Ko'pchilik taniydi. Qo'ychi bola desangiz. Qo'ychibon bola akamiz. Dastlabki xizmatlari bor aka. Hamma narsa bor aka. Ha, hamma narsa bor. beramiz agar pul bersa. Kelishilgan holatda telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilinglar. Mana Shohruq akamiz butun O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlari bor ekan. Ona bola qo'ylaringiz ham bormi? Hamma narsa bor aka. Echki, qo'y, mol. Oho, ana katta vibr bor ekan akamizda. Bemalol qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Ravshan Uz kanali aka. Savdonglarga baraka bersin, sog' bo'linglar. Navbatdagi ona bola qo'ylarimiz. Ona bola qo'y so'ragan ishqibozlariga. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisizlar? Nech pul so'ralyapti sarig'iga? 4,5 deyapti aka. 4,5. Bolasi nima ekan? Bolasi qo'chqorcha? Bolasi qo'chqorcha. Yangi tug'ilgan bolasi qo'chqorcha. Birinchi bolasi, birinchi bolasiga 4,5 so'rayapman dedingizmi? 4,5 million so'm so'ralyapti ekan shu qo'yimizga. Savdosi nech pul bo'ldi? 4 million 200 qilyapti. 4 million 200 ming so'm savdosi bo'lyapti, berilmay turibdi. 4,5 million so'm so'ralyapti, 4 million 200 ming so'm savdo bo'lyapti, berilmay turibdi ekan. Yeb ichishi yaxshi. Yeb ichishiga, sog'ligiga bir hafta garantiyasi bor ekan. Qo'zi qo'yimiz ekan mana. Ishini yaxshilab ochingchi. Mana endi tish buzibdi. Tishiga tushunadigan obunachilarimizga endi tish buzibdi. Savdoyingizni bersin, salomat bo'ling. Bunga nech pul so'rayapsiz? 3,5 million so'm so'ralyapti ekan. O'zimizning mesni jaydari qo'y 3,5 million so'm so'ralyapti ekan. Bolasi nima ekan? Urg'ochi. 3,5 million so'm so'ralyapti. Nech pul savdosi bo'ldi? Bozor qancha berdi? 2 million 800 ming so'm savdosi bo'pti, berilmabdi. Nechinchi bolasiga? 4-chi, 5-chi bolasi deb aytilyapti. 4-chi, 5-chi bolasi. Mana shu ukamiz o'zlari olib kelganlar. Telefon raqam qoldirasizmi? 90lik 478 03 boshqatdan ayting. 90lik 478 03. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz, mana shu qo'yimiz sotiladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, savdoyingizga baraka bersin. Bolasi yangi degan obunachilarimizga. Mana qo'zichasi yaqinda tug'ilgan. Yangi tug'ilgan-a bu? Nech pul savdosi bo'lyapti? Shuni savdosi bo'lyaptimi? 6,5 ga ikkita ona bola. Yana bitta bolasi ham. To'g'ri ko'rsataylik shu bolasini. Ha, mana shunday ko'rasiz. Mana bu yoqda kichik. Sal qo'shib turing-chi. Orqanga qay. Ha, mana bolasi yangi tug'ilgan ekan bolachasi. 3-4 kunlik bo'lgan bolachalari. Nima bo'lsa oling. Allah savdosi bo'lyapti. 6,5 million bo'lyaptimi? 6,5. Ikkalasining joyida 6,5 million so'm savdosi bo'lyapti ekan, berilmayapti ekan. Ona bola qo'ylarimiz. Ona bola emas-a bular, ha? Qo'chqorlar ekan bular. Ona bola so'raganlarga qidirib ko'rib yuribmiz. Ona bola qo'ylar. Hamma qo'ylar ko'payishib bo'lgan. Qo'zlarni addini sotib yorishgan. Qancha berasiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar aka? Ona bola qo'y nech pul bo'lyapti ekan? 6,5 savdosi bo'lyapti. 6,5 million so'm savdosi bo'lyapti. Necha oylik bolasi? Bolasi hali 1 oylik bo'lgani yo'q. Bolasi hali 1 oylik bo'lmabdi, qo'chqorcha. Sal qo'shib turing aka. Mana dumbalari chiroyli. Bolachasi. Nechinchi bolasi aka bu? Birinchi bolasi. Birinchi bolasiga mana oq qo'yimiz.
6,5. O'zi qancha so'rayapsiz aka? 7 so'rayapti. 7 million so'm so'ralyapti, 6,5 million so'm savdosi bo'lyapti, berilmay turibdi. Mana yirik qo'y so'raganlarga uzr aka. Mana orqa fondan ko'rinishlari. Dumbasi ham mana zo'r ekan. Qo'shqorga o'xshaydigan sog'liq qo'yimiz. Aka yana bormi shunaqa qo'ylardan sotiladigan? Telefon raqam qo'yamizmi? Necha raqam qoldirasiz? 97lik. 97lik 816 86 06. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlar olishingiz mumkin. Shunaqa sifatli qo'y ona bola qidirayotgan aka-ukalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Yaxshi qo'y ekan. Savdoyingizni bersin aka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Navbatdagi ona bola qo'ylarimiz. Necha oylik o'zlar, tog'a? 1 oylik, 2 oylik. 1 oylik, 2 oylik bo'lgan qo'zilari. Onasi qaysi bir aka? Mana shu kattasini onasi. Kattasini onasi mana shu bir ekan. Qashqa onasi bu ekan. Nech puldan so'rayapsiz? 5 million so'm. Savdosi nech pul bo'ldi? Savdosi nech pul bo'ldi? Bozor nech puldan beryapsiz? 2,5 qildi ikkalasi. Ikkalasini bir joyda 8,5 million so'm bo'ldi. Bermadingiz. Mana tog'amizni o'zlari olib kelganlar. Qayerga qo'ydi tog'a bu? Ohangaron, Toshkent viloyati. Toshkent viloyati Ohangarondan akamiz olib kelibdilar. Shunaqa qo'ylar bormi yana fermada aka? Sotiladi. Sotilmaydi. Uydagilar sotilmaydi. Sotiladigani shu ikkita ekan. Savdongizga baraka bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bu ham ona bola aka. Bolasi kattagina bo'lib qopti. Necha oylik bolasi? Bolasi 2 oylik. 2 oylik. Bolasi 2 oylik. Nechinchi bolasiga? 3-chi bolasi. Bolasi 3-chisi ekan. Qo'chqor sog'liq. Qo'chqor. Buna qo'chqor bittasi. Qo'chqor. Savdosi nech pul bo'ldi? Savdo 5,5. 5,5 million so'm bo'ldi, berilmadi. O'zi nech pul so'rayapsiz? 6 so'rayapmiz. 6 million so'm so'rayapsiz. Telefon raqam qoldirasizmi?